Assalomu alaykum, Nabijon Nurmatov live kanaliga xush keldilaringiz. Nashi teplisa satılar, dinamik teplisa furushay baroy shumo. Ya'niki sizlar uchun demoqchiman, 2 sodiqqa joylashgan mehnat qilsangiz bo'ladimi? 250 gradus issiq adam terlab boryapti. Balentimda ko'ryapsiz 2,5 metr. Xullas inshaalloh olsangiz, mana shu turgan turishda 10 ming so'm yana muomalasi bor. 2 sodiqqa bo'lgan uzuni 21 metr. Endi bilmadim necha metr bo'lgani. Mana shunday kimdir Rossiya bora olmaydi, Qozog'iston bora olmaydi. Depart bo'lgan birodarlarimiz, mana shu napar 10 ming so'mga inshaalloh o'rnatib turib, ishingizning arkasidan bo'lsangiz bo'ladi. Bir sezonda 2 marta egin eksangiz bo'ladi. Nimaga deganda, bolgarskiyaga siz arkasidan pomidor yoki badrinni eksangiz bo'ladi. Bir yilda 2 marta egin yegib olsangiz inshaalloh bo'ladi. Barakat topasiz. Faqat mehnat talab qiladi teplitsa. Ya'ni kimlar ko'ryapsizlar, erta chiqarib oldingi sortdan nasibsa satsangiz bo'ladi. Hozirda sezon boshlandi. Bemalol olib ketsangizlar bo'ladi. Kolxozobod rayoni ittifoq qishlog'ida turibmiz. Hammaga omad tilab qo'yaman. Shuni olgan insonlarga inshaalloh barakat topsin, ishingizning arkasidan bo'lsangiz bo'ladi. Rossiya bora olmadingizmi? Shu ishning arkasidan inshaalloh shug'ullaning, barakat topasizlar. Ne только endi depart bu bora olmagan insonlar uchun. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.